Gips raskraska yasashni xohlaydiganlar yaqinroq keling. Xitoydan birinchi qo'l eng arzon narxlarda zakaz qildim. Eng birinchi navbatda bizga kerak bo'ladigan ranglar 12 xil 100 ml ranglar ichida shunaqa kesechka naborlar ham chiqdi. Bu dekorni esa gips vazalarim uchun ishlataman. Juda ham sifatli va ranglari sifatiga gap bo'lish mumkin emas. Va bizga kerak bo'ladigan narsa bu idishchalar. Ranglarni solib beramiz, bolachalar maza qilib bo'yashadi. Mana 2 xil naborda 50 talik va 100 talikdan zakaz qilganman. Gipslarni joylashtirish uchun shunaqa sumkachalardan zakaz qilganman, ham arzon va chiroyli. 5-6 tagacha gips bemalol sig'adi. Sun'iy gullarimga chiroyli, yana ham chiroyli ko'rinishi uchun shunaqa kichkina sakura gulchalaridan zakaz qildim. Shunaqa ko'rinishdagi salafan paketchalar ham kerak bo'ladi. Bitta 2 dona gipslarni joylashtirish uchun. O'g'il bolalarga gips raskraska yasash uchun shunaqa qolipdan zakaz qildim. Juda ham yumshoq va arzon narxda. Orada o'zimni ham bir xursand qilib qo'yay deb duvoyka zakaz qilgan ekanman. Yasab qo'ygan sun'iy gullarim chang bo'lib qolmasin deb turli xil razmerlarda salafan paketlardan shunaqa ko'rinishdagilardan zakaz qilgandim. Mana bu ko'k bantiklarni baraka topgur xitoylik amakim sovg'a qilib qo'shib yuboribdilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Limon vaza yasash uchun qolip zakaz qilganim. Shunaqa arzon narxda kelgan, narxini eshitsalaringiz hayron qolasizlar. Sun'iy gullar va sovun gullarini bezatish uchun shunaqa zellardan ham oldim. Bu qoliplar esa gips raskraska uchun turli xil qoliplar, turli xil shakldagi qoliplar juda ham yumshoq, sifatiga gap bo'lish mumkin emas. Bunaqa gubkalarimiz esa bizga meva vazalar uchun malina qolipdan chiroyli malina vazasini yasaymiz. Va yana bizga gips raskraskalar uchun shunaqa shakldagi qoliplardan keldi. Eng kerakli narsa bu kisechkalar. O'zimni yana bitta xursand qilay debman-da, shunaqa chexoldan ham zakaz qilib yuboribman. Narxlari qiziq bo'lsa, keyingi videoni ham albatta ko'ring.